Sudurgi holat kuzatilganda aslo qoshiq yoki qo'l orqali yordam berishga harakat qilmang. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Xalq orasida, ya'ni tutqanoq xuruji kuzatilganda juda noto'g'ri bitta usul bor. Ya'ni bu usul o'sha sudurgi kuzatilgan odamga yordam ko'rsatish maqsadida kimdir qo'lini yoki kimdir qoshiq shunaqa buyumlar orqali tilini ushlab qolishga harakat qiladi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Chunki bu yerda birinchidan bemorning o'ziga katta ziyon yetishi, ya'ni sinib ketishi yoki yordam beraman degan odamni qo'lini tishlab olish yoki qo'lini uzilib ketish shu darajada ko'rsatkichlargacha olib kelishi mumkin. Ya'ni bunda qanday nima qilish kerak? Taktika qo'llash kerak. Agar bemorni ko'rdik biz, bemorda to'satdan talvasa xuruji kuzatilyapti. Birinchi o'rinda bemorni to'g'riroq joyga yotqizib olamiz yo yotgan bo'lsa bemorni bosh qismiga yumshoqroq narsa qo'yamiz va uni chap yoki o'ng tarafga yonboshlatib ushlab turamiz. Shu holatda tursa bemor o'zi qonuni bo'yicha 2-3 minutda sudurgimiz o'tib ketadi. Faqat biz uni oldida bemorga zarar yetadigan buyumlarni olib qo'ysak bo'ldi. Agar 5 minutdan oshiq bemorda sudurgi kuzatilyapti, bu yerda albatta shifokor yordami talab qilinadi. Sudurgi davolab bo'lmas kasallik emas. Sizda va yaqinlaringizda shunaqa belgilar yoki sudurgi ko'rinishlari bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Qancha davoni erta boshlasak, shuncha natija yaxshi bo'ladi.